Bizani sohamizdagilarni top 3 qiladigan xatosi haqida bugun sizlar bilan gaplashamiz. Uchinchisi eng katta xato. Videoni oxirigacha ko'ring. Bu bahonada abadok yasashni ham o'rganamiz. Birinchi xatosi abadokka klis surmasdan uni sразу sim yordamida qotirib ketishadi. Bu katta xato hisoblanadi. Chunki klis surmasdan siz sim yordamida qotirsangiz osnovilar bo'shab qolishi mumkin. Ikkinchi xato bo'lsa, temir kli yordamida emas, pistolet kli yordamida ko'pchilik ishlatadi. Pistolet kli qotgandan keyin u tushib ketadi, chunki temir klida mustahkam ushavermaydi. Uchinchi eng mashhur xatolardan bittasi bu abadok yili bitgandan keyin unga lenta qoplamaslik. Bu xato, eng katta xato hisoblanadi. Ko'pchiligi bilmaydi, lekin bu eng katta xato. Chunki sim bilan ishinglarni yopishinglar kerak, klientlarni ham ro'molini, sochini yulmaslik kerak. Siz yana qanaqa xatolarni bilasiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.